Uchxonaga men sizlarga tushuntiraman. 3 xona 3 dan xullas, xohlasanglar pad ofis qilasizlar, xohlasanglar yo'l yuzida yashayman desanglar, zo'r variant. Bu yog'imiz Yunusobod Gallery bilan, bu yoqdan 8-9-kvartal kirib kelish, Korzinka bilan avtobuslarning oxiri. Mana bu yog'imiz mana Zenitga, bu yog'i 3 Qahramonga chiqib ketish yangi yo'li. Shu yerda mana 3 xona огородlari bilan remont yo'l, 78 kvadrat 3 xona 3 dan. Biznes qilsanglar ham bo'ladi, yashasanglar ham bo'ladi, yashab biznes qilsanglar ham bo'ladi. Ichini ko'rsaman. Katta yo'lni xo'jayini bo'lib o'tiraman desanglar, mana огородli mana chiqib olib o'ngga chapga o'tirasizlar. Xullas mana kiraverish. Mana balkon mana o'zi. Mana bu to'sishgan, mana yo'llarni ham ko'rsatib turing. 2 ga 6 balkon. Tagida podvallari bor. Mana zal endi o'zini planirovkasi zal. Bir chekkadan sizlarga tushuntirayman men sizlarga. Mana bu mana hammom tualetlari endi bez remont uyda endi buni olib turib, shilib qilib. Mana bu yog'imiz vanna bo'lsa, mana bu yog'imiz spalniy ketgan. Spalniy. Orqada ham огород bor. Mana o'zi mana podyezddan kirish. Mana podyezddan o'zi kirganda, mana bu yoq o'zi zal mana. O'zi tegib yo'q zal. Men sizlarga shunday tushuntiring. Mana bu yoqda mana spalniy ketgan, ikkita spalniy ketgan, zal mana 3 ta xona bo'ldi. Bu yog'imiz o'zi как 4-xona edi, hali sizlarga zal deb adashimman. O'zi bu yerda oshxona bo'ladi. Oshxonalarni balkonga chiqarib, bu yerda ham xona qilib olishdi. Xullas shu yo'l yuzi padovis qilsanglar ham bo'ladi, yashasanglar ham bo'ladi. Xullas 78 kvadrat 3 xona yo'l yuzi narxi 91 ming. Kimga qiziq bo'lsa jo'natinglar, pastki nomerga aloqaga chiqinglar. Tamom.